affirmatsiya bor. Mening ichki ayolim bu mening ichimda yashovchi go'zal, mehribon va nozik Allohning mahbubidir. Nima degani? Meni ichimda yana bir men bor, mendan ayri. U sizni ichki meningiz, ya'ni ichki intuitsiyangiz. U sizga haqiqiy yo'lingizni ko'rsatib beruvchi eng yaqin va yagona do'stingiz. Mening ichki ayolim, u mening ichimda yashovchi go'zal, mehribon va nozik Allohning mahbubi. Men shu kungacha bu affirmatsiyalarni takrorlab yuraman va ustozimning ruxsati bilan bu affirmatsiyalarimni ayoli kursimga ayni shularni